Assalomu alaykum hammaga. Mol tarozimiz uzunligi 2 metr, eniga 1 metr. Ko'rinish holati. Ikkita eshigi bor. Bu yig'ishtiriladigan tarozimiz arkasi yig'ishtirib olinadi, bo'lib ekalik, eshigi olinadi sharnirdan. Mana 4 ta burchagida bo'liti bor. O'shani yechiladi. Shunda mana shunaqa holat bilan yig'ishtirilgan holati. Tosh qo'ylarchi? Ha, hozir nol. Bitta qo'ylar, to'xtanglar. 20 kilodan tosh, 20 kilodan qo'y. 3 tasi, mana 60 kilo qo'ylar. 4 ta qo'y. 5 ta, 5 tasi 100 kilo. Keyin bu tarozimizning bitta xususiyati bor. Shuni chiqqan mol qo'y chiqqanda o'ynamaydi. Mana yur. Mana mol qo'y chiqib aqa-baqa yurganda ham qotadi. Bu tarozimizning narxi $520, 2 yil garantiyasi bilan chiqadi. Zapchastlar Turkiyaniki. Bu tonnasini ahamiyati yo'q. 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna o'sha pul chiqadi. Mana kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani.